Hammaga xayrli kun. Meni makiyajsiz ko'rishga qiziqqanlar yaqinroq o'tirib, mana bunaqalarga qarasanglar bo'ladi. Bugun sizlar bilan makiyajni 3D'dan nimalar ishlatishimni ko'rsatib bermoqchiman. Ya'ni hozirgi paytda hozir уже issiq kun yaqinlashyapti. Qizlar quyosh chaqnayapti. Bizga nima kerak bo'ladi? Albatta SPF yuzimizga yuzimizni quyosh nurlaridan saqlaydigan kremdir. Aynan не только SPF o'zini ichida, не только SPF, ya'ni baza, tonalka, oqartiruvchi, oziqlantiruvchi, ajin tortuvchi, har xil pigmentatsiya toshmalar bilan kurashuvchi, xullas hammasini o'zida jamlagan universalniy silikasini to'g'rilagan $50, $40 ga oladigan kremni. Arzon, ya'ni xuddi o'sha tarkib, lekin arzon shu CC kremni sizlarga hozir ko'rsatib bermoqchiman. Krem surib ko'rsatib beraman. Krem terilarga hech qanaqa zarar keltirmaydi, ya'ni qaritib yubormaydi sizlarni. Yuzinglardagi hamma kamchiliklarni bekitadi, quruq yuzlarni namlantirib beradi, oqartirib beradi yuzinglarni. Pitatelni uni ustiga qizlar mana ochdim. Endi buni ko'rsataman. Yuzinglarga shunaqa yotadi, ani yig'ilib qolmaydi-da. Ko'rasizlarmi qizlar? Silliq bo'lyapti-da, lekin ani tonalkadagi gruboy turmayapti. Lekin yuzi yopyapti, lekin tonalka surgandagi gruboy turmayapti. Вообще dahshat. Ichida qanaqadir mayda-mayda zarrachalari bor. Yuzinglarga momentalno shunday yotadi, ani yig'ilib, nima deb bo'lmaydi. Qizlar shok, Belasnejka bo'lib qoldim. O'zi oq edi, yana oqartirib qo'ydi. Bu krem yuz tanlamaydi, ya'ni yoli yuz, kombinirованный quruq yuz tanlamaydi, yosh tanlamaydi. Yoshroq qizlarimiz ham erkakning уже quyosh nurlaridan saqlanish maqsadida mashinadan olib ishlatursangiz bo'ladi.